foydali. Yozib olasizlar lekin. Bitta yozib oladigan joy bor. Telefonlarni olib zametkaga yozib olsalaringdan mayli. Bir duyona bor ekan qani. Hech ham bolalarini o'zi namoz o'qir ekan-u, lekin namoz haqida gap ketdi. Bir duyona bor ekan, o'zi namoz o'qir ekan-u, lekin hech ham bolalarini namozga nima qilolmas ekan. Yiqitalmas ekan. Haligi ayol aytadi, bolalarim men borligimda o'qiydi namozni, yo'q bo'lsam o'qimaydi. Haligi bo'ynidan bog'lagan ittiqa, bo'ynidan bog'lagan it deydi, ovga yalchimas degandek, bolalarimni orqasidan quvib, yo'q, u qalbidan chiqmayapti bolalarim namoz deydi. Men qachon aytsam keyin o'qiydi. O'zi bilib namoz vaqti bo'lib hech turmaydi. Bir kuni bir dugonamni uyga bordim. Bu hayotiy bo'lgan voqea. Borsam deydi, qizlari, o'g'illari namoz vaqti bo'ldi. 5 minut 10 minut qolganda tahoratlarni qilishib, tayyor namozga namoz o'qib olishyapti. Ota-onasi bir og'zim gap gapirgan yo'q. Bir og'zim gap gapirgan. O'zlari bolalari o'qib, haligi dugonasiga aytdi, dugonajon, sen bolalaringga aytmasang ham, tergasan, ularni tergamasang ham, o'zlari bilib ibodatni qilyapti-ya. Havas qildim bolalaringga, o'g'illar. Meni bolalarim unaqa emas. Shu orqasidan quvib yurib o'qitaman, majburlab o'qitaman. Desa, narigi dugona u hayotiy bo'lgan voqea. Bitta tajriba bor, o'shani senga o'rgatay debdi. Qanaqa desam, bir surada bir duo bor, shuni o'qib yurgin debdi. Bekorga hozir bitta nimani ochmadim, telefonimni ochmadim, yozib olsalaring yaxshi bo'lardi. Ibrohim surasi. Zametkaga yozib olinglar, bo'lmasa syomkaga ham olyapti, chiqadi xudo xolos. Ibrohim surasi, xo'p, 40-oyat ekan. Ibrohim surasidagi 40-oyat. Qarang, o'qiyman. Astag'firu billah. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyyati robbana va taqabbal du'a. Bu bir qadar. Bu Ibrohim alayhisalomning duolari. Ibrohim alayhisalom duo qilyapti. Robbi ja'alni muqimas solat. Ey Robbim, meni namoz o'qiyuvchilardan qilgin. Va min zurriyyati, va zurriyotlarim ham, qarang. Farzandlarim ham. Ey Xudo, o'zim ham namozxon bo'lay. Namozni yaxshi ko'radigan bo'lay. Namozni vaqtini kutadigan bo'lay. Namozda rohat topadigan bo'lay va farzandlarim ham shunaqa bo'lsin. Robbana va taqabbal du'a. Ey Robbim, duolarimni ijobat qil, o'zing qabul qil. Men shu duoni ko'p o'qiyman deb tahlil digoni. Ibrohim surasi 40-oyat. Mana shu duoni barakotidan hamma farzandlarim namozxon debdi. Hamma farzandlarim namozxon, o'g'il qizim, ularni birortasini ham tergamayman. O'zlari bilib namoz vaqtini o'zlari turishib, ular qaytanga menga eslatishadi. Onajon, otajon, namoz o'qib oldingizmi? Men o'zim masjidda imom bo'lib ishlayotgan paytimda o'zimni bevosita nimamdan ham tajribamdan ham o'tdi shu narsa. Mutavallimiz bo'lardi, kirib qori deb juma namozidan chiqdik. O'sha mutavalli kirib qori dedi, men mana necha yildan beri masjidda mutavalli bo'lib ishlayman. Ikkita o'g'lim bor, ikkovsi ham benamozda. Urdim ham, so'kdim ham, bog'lab ham qo'ydim ham, qilmagan ishim qolmadi, namozga yiqitalmadim ularni. Namozga yiqitalmadim. Endi bir jihati odamlardan uyalaman. Men o'zim masjidda ishlayman, masjidda xizmatni qilaman, mutavallilik qilaman, lekin o'g'illarim benamoz. Bitta joyga, bitta odamga bir da'vat qilsam, shu hayolimda turaveradi, o'zingni o'g'illang demayaptim ekan. Nima maslahat berasiz? O'sha odamga shu duoni yozib berdim. Ibrohim surasining 40-oyatda shuni yozib berdim. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyyati robbana va taqabbal du'a. Shuna varaqqa yozib berdim, bir varaqqa. Ey rahmat qori deb ochib ketdi. Bir haftadan keyin, oradan bir hafta o'tdi. Hali mutavalli kelib rahmat aytdi. Qori ikkov o'g'lim ham da'vat ham qilganim yo'q, gapirganim ham yo'q. Ikkovsi ham mana jamoatga qatnab qoldi. Birinchi katta o'g'li masjidga bir duol ishxonasi, lekin namozga chiqmas. Lekin mana shu duoni qilgandan keyin Allohning fazli inoyati bilan, Xudo hidoyat Allohdan duo qilaverishimiz kerak ekanda deyman. Ko'p duo qil. Ana o'sha insonni ikki o'g'li ham jamoatga qatnab, birorta jamoat namozini qoldirmaydigan ajoyib namozxon yigitlar bo'lib qolishdi o'g'illar. Men aytdim, hojiga, mutavallimizga birani qattiqroq dedingizmi o'g'illaringizga desam, yo'q, shu duoni o'qidim xolos deydi. Qarang, bu hayotiy narsa. Yozib olinglar, Ibrohim surasining 40-oyat. Uyga borib Qur'onni ochib, shu duoni yodlab olinglar.
Xudo hammamizdan rozi bo'lsin. Namozxonlardan qilsin iloyim. Alloh.